Ziyafətlərdə etib yeyishga intayin mos keladigan go'sht qiymaliq achchiq chuchuk turmal qilishni o'rganib oling. Etli suli intayin oddiy birlik ko'rsangiz o'rganib olasizlar. Ta'mi gap ketmaydi. Cho'ng kichik kamaylar yaqtirib yeydi. Yulduz yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izdegan topolmay qolasiz. Avval 500 gram unga 5 gram tuz, 1 tal tuxum, suvoq suv bilan ching mamas, bo'sh mamas qilib ximir yug'urib olamiz. Diqqat qildigan ishlar ximirga yaxshi ishlab 10 minut tindirib olamiz. Bu araliqda biz qiyma qilib olamiz. Kol go'sht bulamda, qo'y go'sht bulamda ushaq to'g'rab olamiz. Piyoz, yong'yonimi videoda ko'rsatgandek ushaq to'g'rab olamiz. Endi tamxurishlardan tuz, zira, aqmish qarmush qo'shiqning uchida solamiz. Yaxshi ko'rsanglar, menga o'xshash pinni o'g'itib savatsanglar bo'ldi, yoki bo'lmasa oshko'k savatsanglar bo'ldi. Endi xamirimiz tinib tayyor bo'pti. Videoda ko'rsatgan bo'yicha nippiz holatda yeyib olamiz. Endi cho'ng ustamning maysiz samsaqli qizilmish qiyamidan ustiga bir qavat nippiz holatda surib olamiz. Cho'ng ustamning cho'ngliqi ba ismidillam chiqib turibdi. Maysiz do'stlar. O'riqlayotganlarning eng yaxshi tanlash bo'la oladi. Endi buning ustiga hozir tayyorlab olgan qiymimizni tekshir holatda yeyib olamiz. Ko'rib mishayapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Mushunga o'xshash oil taomlardan 60 xil dars tayyorladim. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran üstidagi nomer shu. Endi buni tekshirib turmakli olgandan keyin qasqanni maylab taxminan 15 minutdan 20 minut atrofida dumlab pishirib olamiz. Manda o'xshatib turmal qilib ochiq chuchuk liyansaylar bilan mehmonlarga kelgan maqtab turib yeb ketadi. O'rganib oldingizmi?